Faqirni boyib ketishi imtihon. Boyni qashshoqlashib qolishi bu ham imtihon. Farzand dog'i imtihon. Og'ir xastaliklar ham imtihon. Aslida insonga sinovlarni kelish emas, balki odamni o'sha sinovlardan chiroyli o'ta olishligi muhim. Boshiga shunday sinovli kunlar kelganida sabr qilgan kishiga ajr mukofot bor ekanligini doim xayolida tutishi kerakda, o'ylab yurishi kerak, haqida ishonish kerak bunga. Imtihonlar orqali inson shuni anglaydiki, har bir jon va mol dunyo Yaratgan tomonidan berilgan omonat va u xohlagan vaqtida oladi omonatini. Qaytarib olishi mumkin, to'g'rimi? Musibat qanday qilib ne'mat bo'ladi degan savollar ham tug'ilishi bu tabiiy. Buni javobi hadislarda. Boshimizga kelayotgan balolar imtihonmi yoki jazo deb Ali raziyallohu anhudan so'rabdilar. Ular javob beribdilar: agar mushkuling seni Robbingga yaqinlashtirsa imtihon, agar undan uzoqlashtirsa jazodir. Rostdan ham har bir qulfni kaliti bo'lgani kabi Robbim ham yechimi yo'q muammolar bermaydi. Hayotimizdagi har qanday mushkullik elchidir. U bizga seni yaratgan zot bor, unga iltijo qil, o'zidan so'ra degan xabarni olib kelgan. Bu imtihon dunyoda sinovlar kalitlari esa ishonch bilan so'ralgan duo, halol mehnat va albatta dildan his etilgan shukrdir. Har bir qiyinchilikdan imkoniyat qidirgan inson albatta xayrini ko'radi. Agar har ishda muammoni ko'rgan ham niyatiga yarasha sinoladi.